Qizlarjonlar, narsistlar haqida chiqqan videomiz juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lib ketdi. Juda ko'p ayollarimiz yozishyapti. Mani erim narsist, nima qilsam bo'ladi? Ajrashsammi, yashasammi? Nima tavsiya berasiz? Qanaqa bu vaziyatdan chiqib ketsam bo'ladi deb bugun Instagramim, direktim juda portlab ketdi-da. Men sizga bitta gap aytmoqchiman. Sizni eringiz, siz turmush o'rtog'ingiz hali narsistmi, narsist emasmi? Aniq emas u. Keyin narsist bo'lgan taqdirda ham buni sizga tegishli tomoni ham bor. Ya'ni siz uchun narsist hayotingizga kirib kelishi, narsist bilan turmush qurishingiz yoki narsist sizni hayotingizga nima uchun kerak bo'lgani ham bor bu masala ham. Chunki ko'p holatlarda narsistlar kuchli insonlarga beriladi. Nafaqat ayol bo'lsin, nafaqat erkak bo'lsin, ularning vazifasi o'stirib berish. Narsistlarni xarakteridagi xudbinlik, narsistlarning xarakteridagi o'z fikrini erkin aytish, hammaga ta'sir qilish, o'zi xohlagan hayotda yashash, o'zini o'ylab yashash bu ustunlik qiladi. Men ancha bo'ldi bitta kitob magazindan kitob olganimda bir yigitni shu darajada xudbinligi, o'zini juda ishonchli tutishi, gap so'zi, juda ham o'zini hurmat qilishini ko'rib hayron qolgandim-da. O'sha yigit aytgandi, hamma o'zini gunohi uchun o'zi javob beradi degandi. Misol uchun, u erkakni ayoli uchun qiyindir u erkak bilan yashashda, xudbinligi uchun. Lekin xohlaysizmi yo'qmi, inson o'zini yaxshi ko'rib, o'zini qadrlab, o'zini hurmat qilishi bu aynan o'sha narsistdan o'rganishingiz kerak bo'lgan jihatlar. Endi ba'zi bir narsistlar juda ham oshirib yuboradi. Narsist bilan ajrashish shart emas. Narsist nisbatan o'zgaradi. Mana bugun yozgan ayollarimizning 70-80% turmush o'rtog'i og'ir darajadagi narsist emas. Yengil holatdagi yoki men sizga videoda aytdim, bolalik og'rig'idan bo'ladi bunaqa insonlar holati deb. Bekorga aytmadim. Bu yerda ajrashing yoki bunaqa inson bilan yashamang. Bo'ldi, endi shunaqa yashab o'tasiz degan ma'noda olinmadi video. Chunki narsistni nima uchun bilishingiz kerak siz hayotingizda borligini. Inson bir-biriga oynada, er-xotin bir-biridan doim o'rganish kerak bo'lgan xislatlar bor. Misol uchun sizdagi fidoyilik, mehribonlik, g'amxo'rlik, oilasi uchun qayg'urish, bu jihatlarni turmush o'rtog'i sizdan o'rganish kerak bo'ladi. Buni bu ham bir san'atda sizdan talab etiladi o'rganish. Turmush o'rtog'ingizni siz o'rganishingiz kerak bo'ladi, salbiy ma'noda emas. U narsist bo'lsa, xudbinlikka o'zini yopib, bolalik og'riqlaridan, majburiyatdan kelgan bo'lsa, siz ongli shaxssizda. Siz misol bugun menga murojaat qilayotgan insonlar 20 yoshdan 50-60 yoshgacha ayollar murojaat qildingizlar. Lekin siz ongli insonsiz. U bolacha bo'lib yopgan o'zini. Bolacha bo'lib xafa bo'lib qolgan dunyodan u insonlar. Bolacha bo'lib nafrat uyg'ongan yaqinlariga. Bolacha ongida o'zini yomon ko'rib qolgan, o'zidan nafratlangan, atrofidagilardan nafratlangan va shuning uchun ong ostida o'zini isbotlashga harakat qiladi. Qachonki bu inson nisbatan o'zgaradi hayotingizda, qachonki u inson bilan ham baxtli bo'la olasiz, qachonki siz ayolligingizni tan olsangiz. Ko'p narsistlar erkaklarni ayollarni bo'ysundirishga harakat qiladi. Bo'ysunmaydigan, itoat qilmaydigan ayollar ular uchun eng og'riqli nuqta. Shuning uchun ko'p holatlarda ayollarga tegib ketadi narsistlarning xarakteri. Siz agar tabiatingizda ayollik ilmi bo'lsa, ojizalik bo'lsa, zaiflik bo'lsa, ya'ni erkaklashib, men qilaman, hamma narsani o'zim eplayman, turmush o'rtog'im oilaga fidoyi emas, oilani o'ylamaydi deb siz harakat qildingizmi, turmush o'rtog'ingiz xohlaysizmi yo'qmi, chekkaga chiqar, marhamat deydi, u hamma narsa senga deydi, o'zing qil deydi. Yengil yashaydi. Siz yengil yashang. Misol ustozlarimiz ko'p aytadi-ku, turmush o'rtog'ing uyga pul olib kelmayaptimi, ta'minlamayaptimi, o'tir yoniga borib deydi. O'tir, gaplash, o'zingni vazifangda yasha. Yo'q, ayollar o'sha bolaligidan harakat qilib yashagani uchun, bolaligidan onalarimiz ham faqat mehnatda yashaganini ko'rganimiz uchun o'zim qilaman, oilam uchun erim o'tirsa, men ham o'tirmayman-ku, shunaqa aytishadi-da ayollar. Yo'q, kechirasiz. Siz o'tirganingizni ko'rgan erkak, siz harakat qilmaganingizni ko'rgan erkak, sizda ayollikni ko'rgan erkak hammasi harakat qiladi. Ularni tabiatida bor ovchilik, harakat qilish, uy uchun, oilasi uchun mas'uliyatni zimmasiga olish, hayotini yaxshilash uchun ko'proq mehnat qilish, ko'proq ishlash ularni siyratida, xislatida bor. Faqat sizdagi ba'zi bir erkaklik garmoni yoki qayerdadir o'zingiz ayollik vazifangizdan, pozitsiyangizdan chiqib ketishingiz bunga yo'l qo'ymasligi mumkin. Shuning uchun iltimos qilaman sizdan, yaxshilab o'ylab ko'ring. Buni o'ziga yarasha yo'nalishlari bor, bolaligingiz bilan bog'liq sabablari bor. Narsist erkakka uchrashingizda, narsist inson bilan oila qurishingizda o'zingizga bog'liq jihatlarini ishlang. Hamma yukni eringizga tashab qo'yib, ayblab qo'yib, ajrashdim, zo'r bo'ldi, qutuldim narsistdan. Yo'q unaqa narsa. Agar narsist bilan ajrashdingizmi, yana bitta narsistga uchrashga tayyor turing. Chunki insonning ongida o'zgarish bo'lmasa, insonni o'zini ichidagi o'ziga yot bo'lgan ssenariylarni olib yashasa, yana xohlaysizmi yo'qmi, siz tashqarida zo'r erkak xohlab yuraverasiz, lekin ong ostidagi programmaga yana mos bo'lgan narsist, abuzer inson hayotingizga kirib kelaveradi. Sal boshqacha ko'rinishda kirib keladi. Buni hal qilishi yagona usuli o'zingizdan qochmasligingiz. Bugun kommentariyaga yozgan yoki murojaat qilgan insonlarni ko'pchiligi deyarli o'zidan qochayotgan ayollar, o'zidagi kamchilikni tan olishni istamagan ayollar, hamma narsani aybini turmush o'rtog'ining bo'yniga qo'ygan insonlar. Siz YouTube kanalimda
tekinga qo'yib qo'ygan ilmim borda, misol texnika bor, formula bor. U yerda aytilingan hayotingizdagi любой xohlagan masalangizni yecha olasiz ikkita formula asosida. Nima nafsingizga foydasi bor, nima qo'rquvingiz bor shu vaziyat yechilishidan-da, o'sha narsani kirib ko'ring. Misol bepul sizga ilm kerak bo'lsa, javob kerak bo'lsa, marhamat bor, kirib ko'ring. Qo'yilgan, aytilgan u yerda hammasi bir boshidan oxirigacha tushuntirilgan. Shu narsani ko'ring. Keyin sizga aynan mana shu vaziyatdan kelib chiqib bugun aytib o'tmoqchiman. Agar kimda hayotidagi hamma masalani hal qilishga bo'ldi, oxiri chidamayman, endi hayotimni o'zgartirishim kerak, o'zimni o'zgartirishim kerak, muammolarimda o'zimni kamchiliklarimni tan olaman, butunlay shunaqa baxtsiz o'tishga kelmaganman, hayotimdagi hamma masalada boshqalar aybdor emasligini his qilyapman, o'zimni nuqsonlarimni hal qilmoqchiman degan insonlar uchun biz 20-maydan boshlab alohida guruhiy coachingga start beramiz. Chunki juda ham ko'p ayollarimiz alohida individual coach olishga muhtoj, lekin ololmaydi. Coaching nima u? Coaching sizni bolaligingizdagi hislaringiz bilan ishlab beradigan jarayon, darslik. U asosida sizga quyma ilm berilmaydi. Uni bajarasan ering unaqa bo'ladi, buni bajarasan hayoting o'zgaradi. Yo'q unaqa narsa. Yo'q. Toki siz ichki hislaringiz bilan ishlamagunizcha, toki siz bolalik hislaringiz bilan ishlamagunizcha, toki siz bolalikdagi noto'g'ri ssenariylarni yakunlab yopib, o'zingizni hayotingizni yaratuvchisi o'zingiz ekanligini tan olmagunizcha, o'zingizni hayotingiz mas'uliyatini o'zingiz bo'yningizga olmagunizcha hech narsa hayotingiz o'zgarib qolmaydi. Narsist hayotingizdan chiqib ketgani bilan ham o'zgarib qolmaydi. Shuning uchun o'zingiz ustingizda ishlang, harakat qiling. Agar kimda mana shu guruhiy coachingda butun hayotidagi pul bilan bog'liq bo'ladimi, narsist inson bilan bog'liq bo'ladimi, farzandlari bilan bog'liq bo'ladimi, ayollik ilmi bilan bog'liq bo'ladimi, hamma masalaga 3 oy, uzog'i 4 oy mobaynida hamma yechimlar beriladi. Ya'ni jonli holatda siz bilan ishlandiriladi, hamma savollaringiz orqali sizga yechim beriladi va qo'shimcha terapiya o'tkazilinadi. Bu onlayn formatda bo'ladi. Siz bilan 3 oy, 4 oy mobaynida kecha-yu kunduz o'zim bo'laman, yoningizda turaman, siz bilan birgalikda ishlayman. Juda shaxsiy bo'lgan savollaringizni alohida lechkamga murojaat qilib berasiz va shu asosida sizni hamma savollaringizga javob beraman va hayotingizdagi hamma vaziyatlarni xudo xohlasa birgalikda yechib chiqib ketamiz. Agar kimda shu dasturga qiziqish bo'lsa, qatnashmoqchi, ishtirok etmoqchi, hayotini, mas'uliyatini yelkasiga o'zini qo'liga olmoqchi bo'lsa, o'zini muammolarini o'zi hal qilishga tayyor bo'lgan insonlar bo'lsa, marhamat, o'zimni Telegram lechkamga murojaat qiling. Sizga yana ham to'liqroq javob berib o'taman. Bu dastur sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi?